O'zbekistonda yangiliklar yana bittasi, akalar qaranglar, yozlar kelib, morojniy sezon boshlanganda akalarimiz mana shunaqangi penalarni qo'shib, tomga pena beton xizmatini qilib berishyapti ekan. Tarkibiga maza qilib yuborasiz ekan. Buni hamda yengil bo'lar ekan, tomingizga как будто steshka kuyilgandek bo'lar ekan. Zaharli qurtqumuska, hasharotlarni, bundan tashqari akalar, patolog qismingizga natijniy patolog qilasizmi, ya'ni plastikmi, endi har qanaqangi kalamishlar uy-quvoq, o'yin-kulgi qilishmas ekan. Tarkibi haqida, narxlari haqida akamizdan, aka, assalomu alaykum. Aziz, charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Rahmatli aka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aka, nima berib turing? Bag'ga endi o'zimiz solamiz. Aka, bu nima mahsulot endi? Bu ichida pena, sement, qum, fibra bor shonga qarshi. Yorilmaslikka. Bu beton aka, yengil bo'ladimi Ha, shekilli? buloydan 5-6 barobar yengil bo'ladi, 3 barobar yengil bo'ladi xohlasa. Hozirgi kunda tarkibida qum, sement, pena, fibra. ki mana bu mahsulotni uyda egasi qayerdan topib keladi? O'zimizdan bu hamma yo'q. Ha, bu ham o'zlaringdan. Mana bu holatda vassasini qoqtirib bersa hisob. Zardevorni qoqsa bo'ldi, nima qilib? Zardevorni urdirib, zavasdan qoqib bersa bo'ldi. 100 kvadratni qancha vaqtda quyib yuborsa bo'ladi? 2 soat, 1 soatda quyib qo'yamiz 100 kvadratni. Akam nima tashayapti buning ichiga? Shisha tola. Shisha tola. Shisha tolalarni tashlayapmiz. Necha santimetr qalinlikda yoyib beryapsiz buni? 7-8, 5 dan 7-8 gacha qilib beryapmiz. 7, 8, 5 gacha, mashalloh. 100 kvadratni bir kunda bo'lib ketasizlar. Bir kunda bo'ladi, 2 soatda bo'ladi. Xizmatlar qayerdan qayergacha bo'lyapti? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Hozir misol uchun Farg'ona yozyovonda turibmiz. Samarqanddan telefon qilsa ham haydalaveradi. Boraveradi, boraveradi. Hech og'lar hech qo'shib qoladi, qo'shilib qoladi narxlarimiz. Ha, endi ot bilan tuya emas, yo'lkan hisobiga. Ha, yo'lkan hisobiga. Mana bu sement, qum hammasi o'zlaringdan? O'zimizdan, hamma o'zimizdan. Sement, qum, vasma hamma o'zimizdan. Uyda egasi faqatgina to'k bersa, suv bersa bo'ldi ekan. Buni quyilish jarayonlari ham bir ajoyib bo'lsa kerak. Nimada quyilyapti endi bu? Pena bo'lyapti. Yo'q, tomga nimada olib chiqasizlar? Mana bu shlankada ketyapti. Shlankada. Akalar, hozir buni mana zakatovka holati ketyapti. 5 minut, 10 minutda uzog'i quyamiz tepaga. Gap so'z yo'q. Mashalloh. Buni qaranglar akalar, endi tomni tepa qismi ham, ya'ni bitta xohlasangiz sklad qilasiz ekan, xohlasangiz yozli kunida ko'rpa to'shayda olib chiqib dam olsa ham bo'ladigan joy bo'lib qolar ekan, usta aka. Ha, xudo xolasa shuna bo'lib qolar ekan. Mana shu materiallarda hammasi o'zlaringdan. O'zimizdan, hamma o'zimizdan. Bu pena betonda aka ko'pchilik to'siningni chiritib yuboradi deyishadi. Yo'q, yo'q, undan Odamlar mana bu mahsulotni, ya'ni havo o'tkazdirmaydigan salafan deb tushunib qolishadi. Yo'q, unaqa emas. Bu izasman salafan. Bu soddaroq qilib tushuntirganda, hali maskani materialidaqa aka. Shunaqa material. Inshaalloh. Mana akalar, quyilish jarayonlari mana shunaqangi holat bo'lar ekan. Hozir mana ana shlankangizda chiqar ekan, ha? Ha, mondan chiqadi hozir aka. Bu misol uchun mana shu holatda necha kunda qatadi? 10 kunda qatiydi xudo. 10 kunda zo'r dangillab beradi. Dangillab qatiydi. 10 kun, 15 kunda dangillab qatiydi xudo. Mana shu joyimizda misol uchun lombos qilaman desangiz, bitta hozirgi kunda ustalarimiz ham onda qo'yib ketdi, jichchalik zamonaviylashib ketdi. Uyda egasiga kran olib kelib berasan, loy qilgizib berasan degan muammolar endi bo'lmaydi ekan akalar. Tom qismimizda mana bir chiroyli joylar ana rastvor chiqishni boshlandi. Ma'lumotini beravering, shepim. Misol uchun bu pena betonda mana bu. Aha. Sement, qum, fibra. Xudo xolasa issiq, qizdiq, miqi yo'q. Necha yildan beri shuni ichidasiz? 3-yil xudo xolasa. 3-yil? 3-yil. Shu 3 yil davomida bironta odam telefon qilib, yo'q. Jalba qilgan yo'q. Yo'q, jalba qo'ygan yo'q xudo xolasa. Xotirjamchilik, ko'ngli to'q qilsa bo'laver ekan. Buni ustini tekizlab ber, silliq qilib ber desa nima bo'ladi? Qilib beraveramiz unaqa ham. Unaqa ham qilib beraveramiz, silliq ham qilib beraveramiz. Aka, bu naливной polga o'xshagan narsa ekan, hammomlar uchun, yo bo'lmasa parket bosaman degan akalarimizga steshkani o'rniga ham kuysa bo'laveradi. Kuysa bo'laveradi aka. Steshkalar o'rniga tubli pollar tagidan zakka ham yaxshi, zak chiqarmaydi. Endi narx-navosi qiziq aka, nech puldan bo'lyapti hozir? Vodiy bo'ylab 45 mingdan aka. Aha. Vohalarga qo'shilib qoladi. Misol uchun qancha qo'shilishi mumkin? 5-6 ming bo'lib qolsa kerak. Aytgan diametrda yana ozmoz ehsoniga ham o'tib berasiz. O'tib beramiz, xudo xolasa. Uyda egasi faqatgina shu suv beryapti, to'k beryapti. Qolgan qaysi viloyatga borsangiz,
o'zingiz nimasini olib kelyapsiz? Olib Sement kelyapti, qumini. sement qumini olib kelib olyapmiz o'zimiz. Hamma yo'g'ini. Nimalarini. Akalar, bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Ya'ni eng chiroyli variantda silliqqina tekis tom xizmati. Bu steyashga emas, ya'ni beton haligi sement deb o'ylagan akalarimiz uchun qum, sement, pena, fibra ni hisobiga 1 kvadrati arzimagan kilogramm chiqadi akalar. Haligi negativlar to'siningni chiritib yuboradi degan akalarimiz sizlar ham adashasizlar. Chunki zamon talabi. Ota buvang qilgan ishni qilsang bo'lmaydimi degan akalarimiz uchun ota buvamiz davrida kessakdan foydalanganmiz. Hozirgi kunda bumaga. Nima uchun ota buvamiz qilgan ishni qilib haligacha kessakdan foydalanmayapmiz. Bu ham mana bizlarga bitta oddiy yechim. Bemalol pastdagi raqamlarga O'zbekiston 12 ta viloyatdan aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz 200 kvadrat bo'ladimi, 300 kvadrat bo'ladimi? Agar 300 kvadratdan yuqori bo'ladigan obyomlarga o'ylamaganingizdan-da arzon qilib berishar ekan. Aka, Xudo xolasa. chiroyli narxlarda. Eng arzoni nech puldan nech pulgacha? Mana 45 ming tushib beramiz. Minimalkasi 45 ming tushib beradigan joylari bor. Akalar, pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. O'ylaymanki, manfaatli bo'ldi. Like tugmasini bosib ketasizlar. Xohlasalaring keyinchalikka mana akalarimizni zardevolni ko'rib turibsizlar. Ana shunaqa joylarga ham urib berib ketsalaring, urib berib ketaveradi aka. Shika turgan uni deb bo'ladi. Bo'laveradi. Ari uyga solmaydigan qilib, mana shunaqangi devorlaringizga ham chachib berib ketishaverar ekan. Akalar, hammalarga rahmat. Qimmatli vaqtlaringizni olganligimiz uchun avvalo uzr so'raymiz. Kimgadir mana shu ishlarimiz manfaatli bo'lsa, bemalol akalarimizga bog'lanib, bizning kanal nomini etsalaring, arzon skidka narxlarda qilib berishar ekan. Charchamaysizlar, sog' bo'lasizlar.